Xo'sh, hammaga salomlar, sizlar bilan men Instagram Plaza va bugungi videomda sizlar bilan birgalikda Craftman o'ynab maza qilib boshqa harakat qilamiz do'stlar. Ha, men yangi Minecraft tak eshikni ochamiz. Nima? Yomg'ir, qor, do'stlar. Qor yog'ibdi Minecraftda. O, yaxshi akalar. Hamma joy qor yog'ibdi-ku janob merdan. Bugun ish bo'larmikin deb so'rab kelaylik. Qani. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshisiz? O'zingiz menga ishda bo'lyaptimi? Polislaga bugun qarama, bugun dam. Qor yog'yapti. Maza qilib dam olingga bugun yaxshilab tushdingmi? Men ham birpas uxlab olmasam bo'lmaydi, tushdingmi? Ha, xo'p. Mana bu qalqon qayerdan keldi? Qayerdan olding? Bu qishloqda taqiladi. Yechib qo'y, tushdingmi? Xo'p janob ber. Xo'p, rahmat. Xo'p. Mana buni o'zidan muammolari ketdik akalar. Xo'p. Mana bu yerda Enderman portalni ham o'chayotganim, lekin o'chqamay qoldi akalar. Xo'p, tak. Tez kiramiz akalar. Oyog'im muzlab qoladi deyapti. Kir. Yaxshi ham gulxonim bor akalar. Hozir bochkamda nima bor ekanini ko'raylik. Hammasi pulim bor ekan, mayli sapadi. Hop, ovqat olishimiz kerak. Hamma narsa tak. Ovqat olib kelay akalar. Rahmat yigitlarni ovqatni berganing uchun. Hop, azmayli, kelibdi. Xo'p, do'stlar, mana mashincha ovqat sotib oldim. Qayerdan ana nima deydi? Shaklab nasib bo'lishi ham mumkin. Eshigimizga ehtimolga qarshi qilib qo'yamiz. Bo'ldi akalar. Xo'p, mashincha ovqat sotib oldim. Har xil ovqat, sho'rva, mo'rva, steak, deganlarda har xil. Hozircha sho'rva jo'moqchiman. Mazza ketarkan akalar. Mana shitim rostdan ham yechib qo'yganman, yaxshi akalar. Qo'lim ham juda ham og'rib ketdi. Birpas davom qilsam bo'lmadi. Keyin hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'zi ham ancha uxlab qo'yman. Manaqa pardalar ham to'sib qo'ydim akalar. Hop, ishga chiqaylikchi. Ancha uxlab qo'yman, qo'ron yaxshi akalar. Tuya bor ekan, meni ko'r. Tak. Uyimizga kirib, aloqaga tushib qolmadi. Uyimga kirib oldim. Qachon qo'rqinasini do'stlar, mana ishga chiqib kelyapti. Tak. Xo'p, akalar, tavakkal deb mana bularni ikkita har ehtimolga qarshi qo'yarasiz, yana yuzlab qolmasin. Sekan, o'tin yo'q ekan. Mayli, o'tin chop beramiz.
Mehmona keldilarmi deyman ha. O'ldirib qo'yaman ularni.